aytmoqchi, nimaga niyatdan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Onam o'rnida bosh onasiz. Nimaga niyatdan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Nevaralaringizni baxtini ko'ring, bachcha mekalaringiz. Dunyoda bor tilaklar, yaxshi tilaklar sizlar uchun. Shu ajoyib tilaklar va ajoyib tilaklar. Shu ko'rsatuvni boshqaruvchilar uchun katta rahmat. Rahmat. Bizga tabriklar bo'ldi. Lekin niyatdan salomat bo'ling. Hamisha opachangiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Opachangiz ham sizni baxtlaringizga hamisha sog' salomat bo'lsinlar deb qolamiz. Yana tabriklarimiz bormi? Xudoga ekan, keling. Xudoga keling. Jamiraga tayyorlaning. Makka tayyor. Yaxshilab sizlar chiqar. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar. Bugun mana Xudoga Xudo bergan umr bo'lsin. Nevaralarimdan ularni Xudo bilan yuzlari kirsin. Baxtli bo'lsin. Nima ekan niyat bo'lsa, niyatni Alloh amalga oshirsin. Tinchlik. Ha yerda turardi. Amal bo'lsin. Rahmat. Rahmat ajoyib tilaklaringiz uchun aka. Endi Zamira yangaga beramiz so'zni. Hojasi. Kuyovlaridan. Assalomu alaykum. Hammalaringiz xonalarga xush kelibsizlar. Bugun bu yig'ilishimizning, bu tantananing sababchisi ham jiyanim, ham o'g'sinim, ham dugonam. Tavallud ayyomi. Shu tavallud ayyomi bilan tabriklash, qutlash bizlarga nasib etgan ekan. Men bunga oilaviy baxt, sog'lik, tinchlik, oilasiga totuvlik, farzandlarining baxtini, nevaralarining baxtini ko'rib yurishlik nasib etsin deb tilayman. Allohdan shuni so'rayman. Qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Rizqlari butun, umrlari uzun bo'lsin. Mana bugungi ochilgan darvozasi hamisha yaxshi kunlarga ochilishini so'rab qolaman. Shu yerdagilar barchasi hamisha shularning yaxshi kuniga, xursandchiligiga sherik bo'lishini Allohdan so'rayman. Tabriklayman. Aferin, ajoyib tabriklar uchun. Dilorom opa keling, Dilorom opa. Inobat o'zing gapir, qo'shning. Adashay opa keling. Ajoyib so'zlaringiz bor bilaman, ishonaman. Assalomu alaykum. Mana yerga yig'ilishib turishimiz sababi qaynopam tug'ilgan kuni ekan. Mana shu fursatdan foydalanib bu insonga hamisha baxt, saodat, nevaralarini huzur halovatini ko'rishini tilayman. Sog'lik bo'lsin hamisha. Sog'lik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Asta-asta mana shu pochcham bilan baxtli hayot kechirsin. Farzandlarga hamisha bosh bo'lib yursin. Nima desam? Bitta she'rim bor, aytaymi? İnson yashar gul emas, har bahorda ochilmas. Inson uchun bu yoshlik qaytib dunyoga kelmas. Hamisha mana shu bahor deb ochilib yurmoqchi.
Nevaralarsiz huzur halovatini ko'ring. Hamisha bu yoshlar ko'pini ko'ring. Ajoyib bo'ladi. Eng zo'r Tamam bo'lsak ham, ashkillar bor bo'lsin. bormi yana tabriklarimiz? Qani? Bo'ldimi, tabrikimiz tugadimi? Yo'q, kichkinachalar ham. Boshlig'i ber. Anajon, sizni tabriklayman. Mana biz, ajoyib. Yasmina chaqiryapti. Chiqin davara chiqin. Sonabar, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha bolalaringizga bosh bo'lib yuring. Quvonchli kunlaringiz juda ko'p bo'lsin. Hamisha mana shu qo'shni bo'lib turibmiz. Borishli, kelishli bo'lib ham qudamiz. Hamisha sog' salomatlikda uchrashib yuring. Xudoga qochib ketdimi? Ona charchamandingizmi? Bahramboyimiz so'z kerak. Yana kim qolib ketdi? Keling. Assalomu alaykum. Bugun onasi tug'ilgan kuni ekan. Ko'rdingmi, ha? Shu bahordan yana bir ikkitasi ko'rsin. Akam bilan va akam bilan. Filmi chiqadi. Aka. Chaqiring oldingga. Aka. Nargiz yanga, yanga, Nargiz yanga, Bolalarga bosh qo'yib yuringlar. bor. Shunaqa davralarimiz davom bo'lsin. Ana Nargiz ham aytadi, Nargiz ham aytadi. Siz Yangi yilda eslayapsiz. shunday ko'z ko'rli bo'lib yuraylik. Bolalarga bosh qo'yib yuringlar. Tabriklayman. She'rni maktablarda aytilgan endi she'rlar. Bo'ldimi? Tabrik tugadi. Bitta fotosessiya qilaylik, keyin o'yin bo'lib ketadi, maylimi? Faqat yozuvni orqasiga o'tamiz endi. Ona yozuvni hamma yozuv orqasiga. Anajonim, tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Yuzlarga kiring. Bizda va otamning baxtiga sog' omon yuring. Ajoyib, nevaralar zo'r gapirar ekan-a? Hamma yozuv orqasiga o'tsa, rasmga tushirib oling, keyin fotosessiya qilaylik, keyin o'yinga beramiz. O'tinglar yozuv orqasiga.